Assalomu alaykum. Bugungi videomizda shu iki kotelni video obzor qilib o'taman. Mana kotelimiz 150 kvadrat maydonni qizdirib bera oladi. Razmeri kotelning 27 ga 25, balandligi 76. Ichindagi teploobmenniklari 25 lik turbadan общий 45 dona turba qo'ydik. Ichki sirtqi listlari 3 mm qalinlikdagi listdan ishlandi. Bunisi 250 kvadrat maydonni qizdirib bera oladi. Bunun razmeri 30 ga 30, balandligi 85. İçindeki teploobmenniklari 26 turbadan общий 83 dona turbasi bor. Bularning summasına keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu 1.800.000 so'm, bunisi 2.800.000 so'm. Bunga kerak bo'lsa, shu nomerga xabarlashsangiz bo'ladi. Keyin like bosib, podдержка qilayotganlarga отдельный rahmat.